o'zimni tirnoqqa qildirganman-u, lekin nafsimni tirnoqqa qildirmagan ekanman. Yutqazdim va nafsimni tirnoqqa qildirdim. Menga Alloh rizq berganidan oilamga, a'zolarimga kim bo'lishidan qat'iy nazar yaxshilik qilaman deganman. Va hayolimga keltirmaganman-u, lekin niyat qilganman. Alloh menga yetkazdi. Ramazon 10 kunligiga oilamga hammasiga umr oldim. Akamga, onamga va u ikkitasini o'zlari topasizlar, topganga $100 pul tashlayman. Buni birgalikda onam bilan akamni sovg'a qilamiz. Keldim, hozir chaqiramiz. Aka, ona! Men sizlar akam bilan akalarimga sovg'a oldim. Oya. Ukangiz. Nima oldi bo'laydi? Mesaj. Akalarimga sovg'a, hayitga. Nima deysiz? Gül verdiler. Gül verdiler. Onam içinde Kur'an kitap veren. Sizga nima? Gul qoldi. Topolmadinglar. Ikkovlaringizdan ro'za Ramazon 10 kunligini inshaalloh umraga o'tkazasizlar. Ya. Sizlar yaxshi ko'ring. Bu ikkitasini sizlar topasizlar. Bu ikkitasini kimdan sizlar toping.